Ho'p, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birinchi kvartalni foyda solig'i topshirishda videosini ko'rib chiqishga qaror qildim. Xo'p, bizni hozir bitta firmamiz bor, import operatsiyasi bilan shug'ullangan va mana shu firmani foyda solig'ini topshirib, kvartalni foyda solig'ini topshirib, sizlar bilan ham ADNSdagi operatsiyalarni, ham solig'dagi operatsiyalarni bir-biriga qanday to'g'ri kelishi, qanday mos kelishi va foyda solig'i o'zi qanday topshirilishi haqidagi video darslik bo'ladi hozirgisi. Xo'p, birinchi navbatda man foyda solig'i hisobotini topshirish uchun Mayut soliqqa kirib olaman. Birinchi navbatda qarayman. Mayut soliq saytiga kirib olganimizdan keyin bu yerda bizni firmamizni ismi Daspik firmasi hisoblanadi. Daspik firmasini ключи bilan kirib oldik. Va bu yerda xizmatlar bo'limiga o'tganimdan keyin mana bu yerda hozir saytimiz juda yaxshi ishlamayapti. Xo'p, mana bu qismda xizmatlar degan joyi bor va bu yerda mana bu yerdan yuridik shaxslarning soliq hisobotlarini yuborish degan tugmasi bor. Mana bu yerga kirganimizdan keyin bizni to'g'ridan to'g'ri May soliq saytiga otib yubordi. May soliq saytiga qarang, o'zi mart oyida o'zi birinchi kvartal qachon topshiriladi degan bo'lsa, qarang. Korxona 2026-yil ish faoliyatini boshladi va yanvar, fevral, mart oylari ishladi. Aprel oyining 20-sanasigacha yanvar, fevral, mart oylarini, ya'ni birinchi kvartalning foyda soliq hisobotini Davlat soliq qo'mitasiga topshirish kerak bo'ladi. Qarang, mana bu yerda mart oyida men подоходный налоги, ya'ni ijtimoiy shaxslardan olingan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisob-kitoblari to'g'risidagi hisobotni jo'natganman va qo'shilgan qiymat solig'i to'g'risidagi hisob-kitobni ham jo'natganman. Mana bu yerda bu yerda masalan 28.897.000 so'm chiqqan ekan. Qo'shilgan qiymat solig'i qani buni o'zi buni menimcha to'lamaganmiz hali, qarang. Tam buni to'laymiz hozir. Mana bu yerga soliqlarni to'lash degan joyi bor. Qarasangiz, mana bu yerda mana. Munosabatlar bo'limiga o'tsizdan bo'ladi. Munosabatlar bo'limida soliqlarni to'lash bo'limiga o'tasiz. Qarang, kartotekka 2 holatida 186.26.03, ya'ni bu 186 ijara soliq, daromad solig'i bo'ladi. 26.03 bu mart oyidagisi. Bular hammasi kartotekka qo'yilgan. Mana 101 ga qo'yilgan, 46 ga qo'yilgan. Bu daromad solig'i 36 ga qo'yilgan ijtimoiy soliqlar. Lekin qo'shilgan qiymat solig'iga qo'yilmagan. Lekin hisobotda men 28.897.000 so'm qo'shilgan qiymat solig'i chiqarganman. Xo'p, mana bu yerda endi biz yangi to'lov topshiriqnomasi bo'lsa, soliqlarni to'lash joyiga kiramiz. Yangi to'lov topshiriqnomasi va qaysi soliq turi? Qo'shilgan qiymat soliq turi. Xo'p, birinchisi mana hisobotga asosan soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash degan bo'lsamiz. Chunki biz hisobotga asosan mana shu mart oyiga bergan qo'shilgan qiymat solig'i hisobotimizga asosan to'lovni amalga oshiryapmiz. Shuning uchun hamma shtumani bosamiz. Keyingisiga ketadigan bo'lsak, topshiriq raqamini kiriting. Endi men bu qo'shimcha qiymat solig'i to'lov raqami bo'lgani uchun 26.03, ya'ni mart oyinikini to'layapman. Xo'p, keyingisi summani kiriting deydigan bo'lsa, summa degan joyga endi mana bu summani yozishim kerak. 28.897.000 so'm. Mana bu yerga 28.897.000 yozib qo'yaman. Okay, 28.897.000 yozgandan keyin barcha ma'lumotlarni bir tekshirib olamandan keyin to'lov topshiriqnomasini bankka yuboraman. Mana yuborish jarayonida bo'lyapti. Agar bankdagi shotimizda pul bo'ladigan bo'lsa, bankdagi shotimizda pulni yechib oladi. Mana bu yerda mana munosabatlar bo'limida bularning hammasi hozir bankdagi shotga manimcha pul mavjud emaski, kartotekka 2 holatiga o'tkazilgan. Bu kartotekka 2 nima degani? Qachon shotingizga pul tushadigan bo'lsa, bankdagi hisob raqamingizga o'sha vaqtda yechib oladigan summa. Mana bu yuborish jarayonida turibdi. Chunki buni hozir yubordim. Mana bank tomonidan to'langan to'lov topshiriqnomasi bu fevral oyida to'lov topshiriqnomasi 186, mana 101 lar bular hammasi to'langan. Shuning uchun ham bank tomonidan to'langan to'lov topshiriqnomasi deyapti. Mana bular ham to'langandan keyin shu holatga o'tadi. Xo'p, hozir bizning maqsadimiz bu aslida, hozir biz qo'shilgan qiymat solig'idagi to'lovni to'lab oldik. Bizning asosiy maqsadimiz hozir bu yerda foyda solig'i hisobotini yuborish birinchi kvartalniki. Buning uchun nima qiladigan bo'lsak, korxonaning ma'lumotlarini birinchi o'zimiz barcha qayerdan korxona ma'lumoti yig'ilsa, masalan, men ADNS ishlataman, ADNS 802 versiyasini ishlataman. Agar sizda 802 versiyasida ADNS yuritadigan bo'lsa, 802 versiyasida olasiz. Excel faylda yuritadigan bo'lsangiz, korxona buxgalteriyasida ma'lumotlarini aytyapman. Qancha savdo qildi, qancha mol kirib keldi, mana shunaqa, tovarda qanchasi bor. Men 802 versiyada yurityapman hozir ADNSda. Kimdir 803 da yuritadi, kimdir Excel formatda yuritadi, kimdir qog'oz daftarda yuritadi. Buni farqi yo'q, qayerda yurishingizni. Muhimi o'sha buxgalteriya ma'lumotlari bo'lsa bo'ldi. Endi men shu buxgalteriya ma'lumotlariga dastik firmasiga kirib olaman. Kirib olganimdan keyin bu yerda men ma'lumotlarni topishim kerak. Mana bu yerda mana отчет degan bo'limidan оборотный saldo ведомствияni ochib olamandan keyin bu yerdan qaysi sanadan qaysi sanagacha men ma'lumotlarni yig'moqchiman. Masalan, 01.01.2026 dan 31.03.2026 gacha yig'moqchiman. Nimagaki 01.01.2026 bu yangi yilning boshlanishi, yangi davrning boshlanishi, 31.03.2026 bu birinchi kvartalning tugashi hisoblanadi. Ya'ni 3 oylik ma'lumotlarni yig'yapman. Demak, mana bu yerda menga chiqarib bergan ma'lumotlarning barchasi 3 oylik
ma'lumotlar hisoblanadi. Mana shu mana o'zi bu yerda qara 2026-yil 1-kvartalning ma'lumotlari Dastek fermasini ma'lumotlari ko'rsatilgan. Endi may soliq programmasiga saytiga kirganimizdan keyin elektron shakllar degan bo'limimizga o'tamiz va bu yerda foyda solig'i hisobotlari degan bo'lim bor mana 102-kod bilan. Endi bu yerdan qaysini? Foyda soliq hisob-kitobi boshlanishi 2026-yil 1-yanvarda, demak mana shu qismdagi ma'lumotni tanlaymiz, ya'ni hisobotni. Tanlaganimizdan keyin bu yerda endi e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan bir nechta atamalar bor. Atamalarimiz so'zlar bor. Hurmatli soliq to'lovchi, soliq hisobotining 1-3 choraklari, demak, sentyabr oyigacha bo'lgan ma'lumotlarini taqdim etilganda quyidagilarga e'tibor qaratishingizni so'raymiz, deyapti. Xarajatlar bo'yicha 2-ilova to'ldirasiz. Demak, 9-oy, ya'ni sentyabr oyigacha, 3-chorakgacha bo'lgan ma'lumotlarning hammasini siz faqat 2-ilovada to'ldirasiz, deyapti. Soliq hisobot ma'lumotlariga ko'ra xarajatlar zarralar bo'yicha 2.1, 2.1A va 2.1B ilovalar hamda asosiy vositalar va nomalda aktivlar amortizatsiyasi hisob-kitobi bo'yicha 4 va 5-ilovalar tezlashtirilgan amortizatsiya soliq hisobotining yil yakunlari. Demak, 4-chorakgacha, ya'ni dekabr oyigacha bo'lgan ma'lumotlarda siz endi faqat 2-ilovani emas, 2.1A yoki 2.1B ilovalarni ham to'ldirishingiz kerak. Shu bilan birga asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi hisob-kitobi bo'yicha hisobotlarni ham to'ldirishingiz kerak deb qo'yilyapti bu yerda. Endi biz hozir 1-chorak bo'lganligi uchun faqat 2-ilovani to'ldirishimiz kerak. Ya'ni nima deydi? Mana korxona soliq turidan bu yerda 32 korxona tashkilotlarining daromad foyda solig'i, hisobot turidan hisobot, yil bo'lsa 2026-yil to'ldiryapmiz. Agar mana hisobot aytaylik, siz masalan bir hisobot qildingiz ekan, masalan 1-kvartalni topshirdingiz. Mana bu yerda 2026 1-kvartalni yozdik va qaradingizki qanaqadir summa xato bo'lib ketdi sizga. Endi 1-kvartalni qayta hisobot topshirish kerak. Ikkinchi holatga kirganingizdan keyin mana shuni qayta hisobotga topshirasiz. Buni o'sha soliq qo'mitasi xodimlari ko'rib chiqqandan keyin qanaqadir muammo to'g'ri kelmas, muammo bo'lmasa sizni hisobotga qayta qabul qilishadi va shu bilan joyiga tushib ketadi. Hozircha biz birinchi marta topshiradiganimiz uchun hisobotni hisobot deb tanlaymiz. 2026-yil 1-kvartal Oqdaryo tumani. Xo'p, endi bu yerga xodimlar o'rtacha yillik soni bu yerda yozish shart emas deb o'ylayman. Bevosita xarajatlar summasi mana bu narsani qarang. Tannarx aniqlashda va xarajatlar moddasiga tovarlarni xizmat tanasi aniqlanganda, xo'p, summasi asosida. Mana bu yerda biz to'g'ridan-to'g'ri usulni tanlashni maslahat beraman. Mana shu qismda, chunki to'g'ridan-to'g'ri usul ancha qulay usul hisoblanadi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri usulni maslahat beraman qo'llashga. Xo'p, endi foyda solig'i jami daromadlar degan bo'limiga o'tamiz. Qarang, 2026-yilda interaktiv hisobotlarga yangi tizimlar qo'shildi. Mana bu summani qarang endi. Sizda avvallari 2025-yilda bu hisobotda bunaqangi joy yo'q edi. 2026-yilga yangi ma'lumotlar qo'shildi. Qarang, bu yerda sizda daromadlaringizni Davlat soliq qo'mitasi o'zi biladigan ma'lumotlar asosida to'g'ridan-to'g'ri yuklab kelyapti. Masalan, 787,453,937,35 tiyin. Siz elektron hisob faktura orqali mana shuncha daromad qilgansan degan mazmundagi ma'lumotlarni o'zi avtomatik ravishda tortib ketyapti. Xo'p, men endi bu yerga ulgurji savdo qo'yaman, chunki meni korxonam ulgurji savdo. Mana ulgurji savdo qilganimizdan keyin mana shu summani shunday kopirovat qo'yamandagi, mana shu summa sanda daromad turibdi. Mana shu summa mana bu tepadagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta yo'nalishdagi daromad qo'yishi mumkin. Masalan, birinchi bitta yo'nalishda o'zaydi bu korxona. Agar korxona bitta yo'nalishda emas, 5-6 ta yo'nalishda, bir nechta yo'nalishda ishlasa, mana bu yerda masalan keyingisi bitta korxona masalan ham ulgurji savdo ham savdo qiladi. Keyingisi ayta xizmatlari ham bor. Va keyingisi yana avtomobil butlovchi qismlar ishlab chiqaradi. Shunaqangi bitta korxona, bitta MChJ tashkilot bir nechta yo'nalishlarda ishlasa, mana shunaqangi yo'nalishlarini qo'shib olishingiz mumkin va har bittasi yo'nalish bo'yicha alohida daromadlarni qo'yib chiqasiz. Hozir menda bor bitta yo'nalishda ishlaydi. Shuning uchun ham qolganlarini o'chirib qo'yaman. Bitta ulgurji savdo yo'nalishida ishlaydi. Shuning uchun ham mana shu daromadning barchasi mana ulgurji savdodan kelyapti degan mazmunda mana shu yerga summaga qarang, ko'k kattalarda biz yozishimiz mumkin, sariq kattalarda bo'ladigan bo'lsa yozishning imkoniyati yo'q. Demak, sariq kattalardagi ma'lumotlar qayerdandir yuklanib tortib kelinadi. Men hozir sizlarga ko'rsataman ma'lumotlar qayerdan kelganligini. Mana aytilyapti bu yerga 787 million so'mning elektron hisob faktura orqali savdo qilgansa, mana shu qaysi daromadingdan deyapti. Men ulgurji savdo tanlayapmandagi, mana shuni hammasi ulgurji savdodagi daromadim deb yozib qo'yapman. Mana bu yerga yozib qo'ydim, qarang, mana hammasi to'g'ri chiqdi. Endi mana bu ma'lumotni soliq qo'mitasi qayerda olgan? Bizlarni bunaqangi daromad qilganimiz qayerdan biladigan degan savolga endi boshqadan javob beraman, qarang. Mana buni bitta duplikat tugmasini bosib olamiz, aktiv bosamiz va hisobotlar bo'limiga jurnalga o'tamiz va bu yerdan qo'shilgan qiymat solig'i degan hisobotga o'tamiz. Qo'shilgan qiymat solig'i hisobotining 6-ilovasida mana
Yil boshidan tovarlar va xizmatlar realizatsiya qilish bo'yicha aylanmalari degan joyga mana 787.453.937.35 mana shu summa bilan mana bu summani yaxshilab qarang. Ikkalasi bir-biriga mos. Demak, qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti ma'lumotlarida foyda soliq hisoboti ma'lumotlariga o'zi avtomatik tortishni boshlagan. Xo'p, qo'shilgan qiymat soliq hisoboti ma'lumotlari qayerdan tortyapti deydigan bo'lsak, qo'shilgan qiymat soliq hisoboti ma'lumotlari bu bizni yuboradigan fakturalarimizdan tortib kelyapti ma'lumotlarda. Qo'shilgan qiymat soliq hisoboti. Mana bu summa biz NDS qiymat. Mana bu summa, masalan biz 100 ming so'mlik daftar sotadigan bo'lsak, ustiga 12 ming so'm qo'shilgan qiymat solig'i qo'shib, jami 112 ming sotamiz. Mana shu 100 ming so'm qismi mana bu yerda ko'rsatiladi. 12 ming so'm qo'shilgan qiymat solig'i bu yerda yo'q. Demak, bu biz NDS qiymat hisoblanadi. Mana bu yerda foyda solig'iga ham biz NDS qiymati qo'shib yozilgan. Demak, mana bu yerdagi ma'lumotlar qayerdan keladi desak, bizni beradigan hisob fakturalarimizdan, boshqa shu kabi hujjatlarimizdan tortib kelingan. Xo'p, bu ma'lumotlarni bilganimizdan keyin, demak, korxona yana aytib qo'yishim kerak bo'lgan boshqa narsalar ham bor. Korxona sizdan faqat faktura orqali bergan summalaringizni yoki bojxona orqali o'tkazgan yuklaringizni shu kabi ma'lumotlarni tortishi mumkin. Korxonada bo'ladigan valyuta operatsiyalaridan, masalan, valyuta kurs farqidan foyda yoki valyuta kurs farqidan zarar yoki boshqa ko'plab xarajatlaringizni soliq qo'mitasi o'zi avtomatik mana bu yerga tortib kelmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana bu 787.453.937.35 tiyindan ziyodroq daromad qilgan bo'lishingiz mumkin. Shunday fikr turib, bo'ldi, mana bu yerda 787 million so'm daromadni ko'rsatgan ekan, o'z soliqni o'zi bo'ldi, mana shundan soliq to'lashi mumkin. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Sizni buxgalteriya ma'lumotlaringizga 787 milliondan ziyod daromad ham bo'lishi mumkin. Valyuta kursi farqidan daromad bo'lishi mumkin, boshqa ko'plab daromad bo'lishi mumkin, tekin olingan mol mulkdan daromad bo'lishi mumkin. Bularni siz buxgalteriyangizga o'zingiz aks ettirib, soliq hisobotlaringdagi avtomat shakllangan daromadlarga qo'shimcha ravishda mana bunaqangi yana qo'shimcha daromad qildim. Mana bu san ko'rsatgan 787 milliondan tashqari yana mana bunaqangi daromadlarim bor deb turib, mana bu yerdagi kattalarga o'zingiz qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mavzudan chetlashmaymiz. Foyda soliq hisobotidan demak ulgurji savdo bo'ldi. Bizdan keyin 287 million so'm fakturalardan daromad qilgan ekanmiz, buni ko'rsatgan ekanmiz. Shularni yozib qo'ydik. Endi yana nimalardan daromad qilgan? Men o'zimning ADNS bazamga kiraman, qarang. Daromadlar qanaqa bo'ladi? Daromadlar va xarajatlar mana YouTube kanalimda to'liq ko'rsatilgan. Qarang, daromad va xarajatlar qaysi shuchotlarda yuritiladi o'zi? 90.00 shuchotdan 99.00 shuchotgacha bo'lgan qismda tranzit shuchotlari deyiladi. Ya'ni daromadlar bilan xarajatlar yuritiladi. Demak, menga mana ADNS'imdagi balansimdagi 90 shuchotgacha bo'lgan, ya'ni 29 dan 87 shuchotgacha bo'lgan qismdagi menga ma'lumotlar kerak emas. Menga faqat kerak bo'ladigan 90 shuchotdan 96 shuchotgacha menda bor ekan. Bu sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin, 98 dan bo'lishi mumkin, ko'plab boshqacha bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi shuchotlarimizni olamiz. Ya'ni 90 lik shuchotlar deyiladi. Bu buxgalteriyada 90 dan 99 gacha amal qiladi shu. Demak, menga birinchi navbatda mana daromadim, ADNSimdagi daromadim bu yerdagi foyda solig'ida tortib kelgan, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ining 6-ilovasidan foyda solig'iga tortib kelgan avtomatik daromad bilan tengmi yo'qmi shuni birinchi tekshirib olaman. Demak, qarang, bu yerda avtomat o'zi tortib kelgan soliq qo'mitasi o'zida ma'lum bo'lgan foyda mana daromadim 787.453.937.35. Menda bo'ladigan bo'lsa 787.453.937.33. Demak, 0.2 tiyinga farq qilyapti. Bu juda katta bir muammo emas. 0.2 tiyinga bu mana ADNSim bilan soliq qo'mitasidagi boyagi o'zining shablonlari o'rtasidagi tiyin yaxlitlashdagi farq bo'lishi mumkin. Demak, 0.2 tiyin bu deyarli farq yo'q degani. Demak, menda shundan 90 shot bu daromad shot hisoblanadi. Sal gapimiz bo'lindi. Xo'p, odam keldi. Xo'p, nima deyotgandir? Xo'p, 90 dan 99-shotlargacha bu tranzit shotlar. Demak, mana shu ma'lumotlar asosida biz foyda soliq hisobotlarini to'ldiramiz. Demak, ko'rib chiqdik, 2 tiyinga farq qilyapti ekan. 2 tiyinda farq qilyapti degani bu deyarli farqi yo'q degani. Xo'p, endi qarang, 90 shot nima deydigan bo'lsa, bu daromadimiz hisobga olinadi. 91 shotga daromadimizni manbai bo'lgan tannarximizni hisobga olamiz. 94 shotlarga bu davr xarajatlari bo'ladi. Bunga ma'muriyat xarajatlari, sotuv xarajatlari, boshqa xarajatlar, shu kabi xarajatlar. 95 shotga bu yerda ko'plab boshqa moliyaviy daromadlar bo'ladi. Aynan bu yerda men qarang, bu yerga 95 40 shotini yuritganman. Ya'ni 16 million 102 ming so'm bu kurs farqidan foyda bo'ladi. 96 shotga bu zararlarimiz yuritiladi. Bu yerdan bo'ladigan bo'lsa 96-20 aynan kurs farqidan zararlarimiz yuritilgan. Endi mana shu ma'lumotlar, ya'ni 90 shotdan 96 shotgacha bo'lgan mendagi ma'lumotlarga asosan men foyda soliq hisobotini o'z topshiraman va to'ldiraman. Shunga asosan sizlar ham o'zlaringizga keladigan ma'lumotlarni ko'rib olsalaringiz bo'ladi.
Xo'p, endi qarang, men bu yerda daromadlar qismida fakturaviy ikki tiyin o'rtadagi farq bilan daromadimni qo'shib qo'ydim. Xo'p, bu yerga ikki tiyinni soliq hisobotlarga asosan agar menda ular to'g'riroq hisoblagan, to'g'ri ravishda, ya'ni ularda 35 bo'lgan, manda bo'ladigan bo'lsa 33 bo'lib qolgan. Demak, ularning ma'lumotlari bo'yicha 35 to'g'rilab qo'ydim. Xo'p, keyingisi menda yana nima daromadlarim bor? 16.102.689.89 tiyin. 95-shotimda kurs farqidan daromad bor. Demak, mana shu yerdan kurs farqidan daromad degan bo'limni topib olishim kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerdan kurs farqidan daromad qani? Xo'p, bu emas, bu emas, bu emas. Ma'lumotlar uchun realizatsiya. Xo'p. Mana tekin olingan mol-mulk mana shu yerda ko'rsatiladi. Xo'p, hammasini asosida o'qib chiqib o'zlaringizga kerakli. Men topdim o'zimga kerakli. Siz valyuta kurs farqidan daromadlar degan joyda mana shu qismdagi ma'lumotni keltiramiz. Ya'ni nimani? Mana bu yerga 16 million, xo'p, bu hisobotda nuqta qo'yamiz, virgul bo'lsa, o'rtadagi bo'sh joylarni olib tashlaymiz. Mana 16.102.689.89 tiyin. Xo'p, bu ma'lumotni qo'yganimdan keyin umumiy bizani daromadimiz 803.556.627.24 tiyinga aylandi. Demak, bizda mana shu ikkala ma'lumot, mana shu ikkalasini qo'shganimizda 803 million so'm daromad. Demak, korxonada birinchi kvartalda 803 million so'm daromad bo'lgan ekan. Bo'ldi, manda ham ikkalasi ham xuddi shunaqa ma'lumot adresini shakllangan. Demak, biz daromadlar, jami daromadlar qismini to'g'ri shakllantirdik. Agar sizda mana shu manga o'xshab turib, kurs farqidan daromadlar, o'sha hisob fakturalar orqali yo'natilgan daromadlardan tashqari yana boshqa daromadlar, masalan, tekinga olingan mol-mulk bor edi, men ko'rganim bo'laman. Tekinga olingan mol-mulk va moliyaviy yordamlar to'g'risidagi daromadlar bo'lishi mumkin. Ko'plab mana shu yerdagi boshqa o'zlaringiz topma 247-moddaga asosan daromadlar, boshqa daromadlaringiz bo'ladigan bo'lsa, agar mana shu yerdagi yozuvlarda ko'rsatilmagan yana boshqa daromadlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda yozib turib, o'sha daromadingizni kiritsangiz ham bo'ladi. Mana shu daromadlarni 10 ming so'm daromad ko'rsatib, o'sha yerga qabul qiladi. Mana shu yerda agar sizni adresingizda bor, lekin mana bu yerdagi bo'limlarda yo'q daromadlar bo'lsa, mana shu yerga past qismidan yozib o'zlaringiz kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi jami daromadlardan keyin endi biz boyagi birinchi yozuvda ko'radigan bo'lsak, hisobotni topshirishga kirishda faqat ikkinchi ilovani to'ldirasan birinchi kvartalda degan ma'lumot kelib chiqqandi, eslatma kelib chiqadi. Xuddi shunday, biz hozir birinchi kvartalni to'ldiryapmiz. Biz faqat ilova ikkinchi qismini, ya'ni soliq hisoboti ma'lumotlariga ko'ra xarajatlar, zararlar bo'lim to'ldiramiz. 2.1 va 2.1A va 2.1B larini biz faqat yil yakunlari, ya'ni 2026-yil 4-kvartalini topshiradigan, foyda solig'ining 4-kvartalini topshiradigan vaqtimizgina mana shu 2.1, 2.1 va 2.1B ikkalasidan bittasini tanlab turib, mana shu hisobotlarni to'ldiramiz. Hozir biz birinchi kvartalda faqat zararlarni hisobga oladigan paytimiz ikkinchi ilovani to'ldiramiz. Demak, mana bu yerda zararlar keltirilgan. Mana shu zararlarni endi men birin-ketinlik bilan asosda to'ldirib chiqaman. Bunga menga qaysi shotlar kerak bo'ladi? 91-shot kerak bo'ladi, 94 kerak bo'ladi va 96-shotlar kerak bo'ladi. Hozir biz daromadlarga mana shu qarang, kredit tarafidagi daromadlarni, ya'ni mana bu tranzit shotlarning kredit tarafidagi, ya'ni men nima demoqchiman? Daromad bu passiv degani, xarajat aktiv degani. Demak, daromad passiv bo'lgandan keyin passivning ko'payishi kredit tomonda bo'ladi. Mana shu kredit tomondagi daromadlarimizni to'ldirdik. Endi biz aktiv, ya'ni xarajat aktiv bo'lgandan keyin aktiv tomondagi xarajatning ko'payishi aktiv tomonda bo'ladi. Aktiv tomondagi mana bu ma'lumotlarni, ya'ni debet tomondagi ma'lumotlarni to'ldirib chiqaman. Demak, bizga eng birinchi 91-shot kerak bo'ladi. 452 347 706 05 tiyin. Demak, bu bizning tannarximiz. O'sha bu chetdan tovar import qilib olib kelgandan keyin o'sha tannarxi bo'ladi, bojxona qiymatlaridagi tannarx bo'lib, mana shu tannarxni bu yerga olib kelib yozib qo'yishim kerak bo'ladi. Demak, bu yerda o'zi xarajatlar bo'limi qanaqangi ravishda bo'lingan? Qarang, xarajatlar bo'limi 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta satrga bo'lingan. Birinchi satrga endi bu soliq hisobot ma'lumotlariga ko'ra xarajatlar, ya'ni zararlar nomlari keltirilgan. Agar mana shu yerdagi nomlarga soliq qo'mitasi tomonidan belgilab, ya'ni menyu tariqasida bo'lib chiqqan nomlardagi zararlarga sizni buxgalteriyangizdagi ma'lumotlardagi birontasi to'g'ri kelmasa, mana pastki qismda qarang, o'zlari siz uchun alohida bo'shlik qoldirishgan. Mana shu yerda agar tepada hech qaysi zararga sizdek to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, xarajatlaringiz bitta o'zingizga mos xarajatni yozasiz sizdagi. O'sha yerga qancha xarajat qilganingizni yozib qo'yasiz. Va mana bu sariq kataklar nima deydigan bo'lsak, qarang, sariq kataklar nimaligini tushuntiraman hozir. Mana bu yerga nomlar yozilyapti va shu nomlardagi satr kodlar. Mana bu nomlarni har bitta, ya'ni har bitta zararga kod berib chiqdim. Va masalan, sotilgan tovar tannarxi bo'ladigan bo'lsa 0.20 kod. Demak, endi biz bilsak bo'ladi, foyda solig'ida 0.20 kod
haqida gap ketyaptimi? Soliq tovarlar, sotilgan tovarlar va xizmatlar tannarxi haqida gap ketayotganini bilsak bo'ladi. Xo'p, endi shundan xarajatlar zararlar summasi deyapti va shundan chegirmaydigan xarajatlar zararlar summasi deyilgan ma'lumot bor. Bu chegirmaydigan xarajatlar zararlar summasi nima degani? Siz shunaqangi korxonaga xarajat qilasizki, o'sha korxonaga xarajat qilganingizda buni soliq tan olmaydi. Masalan, siz korxonangiz ulgurji savdo, biznikiga o'xshab turib, ulgurji savdoga siz xarajat qilyapsiz, korxonani faoliyatiga, asta-sekinlik faoliyat bilan yurib bordi. Shu birdaniga direktorni PlayStation o'ynagisi kelib qoldi deylik. PlayStation 5 olgisi kelib qoldi va korxonaga faoliyatiga foyda bo'lishi mumkin bo'lmagan, ya'ni korxonani faoliyatiga mansub bo'lmagan xarajat qo'ydingiz. Ya'ni PlayStation 5 siz hisob raqamingizdan pul to'lab sotib oldingiz. Bu chegirmaydigan xarajat hisoblanadi. Nima uchun chegirmaydigan xarajat desa, chunki boya PlayStation 5 ni direktorda o'ynagisi kelsa, bu korxonaga hech qanaqa daromad olib kelmaydi. Quruq zarar. Buni soliq qo'mitasi tan olmaydi. Chunki agar buni soliq qo'mitasi tan oladigan bo'lsa, bunaqangi qilib turib pul yuvish sxemalari juda ko'payib ketardi. Shuning uchun ham korxona faoliyatiga zarar keltiradigan, lekin korxona faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri foyda keltirmaydigan daromad pul xarajatlarini, to'g'ri xarajatlarni korxona soliq qo'mitasi tan olmaydi. Shuning uchun ham bu yerda shunaqangi bo'lim keltirib qo'yilganki, shundan chegirmaydigan xarajatlarni ajratib qo'yish mumkin bo'lgan. Mana bu yerdagi sariq bo'limlarda ko'plab ko'rsatib qo'yilgan. Xo'p, endi men adresimdagi ma'lumotlar bilan shularni to'ldiraman. Endi qarang. Mana bu yerda nima uchun mana shu 4 ta shkalarni o'zini ham ikkiga bo'lib olgan yuqori qismda deydigan bo'lsa, qarang. Sotilgan tovarlar, xizmatlar tannarxi. Ya'ni biz korxona ulgurji savdo bilan shug'ullanyapti hozir. O'sha ulgurji savdoni 90-shotda sotish, ya'ni daromadlarni hisobga oladigan bo'lsa, 91-shotda tannarxini hisobga olyapti. Demak, 90-shotda daromadni hisobga oldi. Daromad bo'limida bularni to'liq ko'rsatdik foyda solig'ida. 91 ni aynan mana shu bo'limida faqat tannarxini ko'rsatib bergan 91 ni deyapti. Bu qanday bo'ladi? Masalan, biz 91-shotimizda tovar tannarxi 452, 347, 706.05. Sotilgan tovar tannarxi degan joyda xarajatlar bo'limida mana shuni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, 91-shotda buni ko'rsatyapman hozir. Mana. Endi mana shu sotilgan tovar tannarxi qayerda shakllandi? Pastdagilardan qaysi biri? Bu sarflangan xomashyomi? Mana bu tannarxing nima bu? Mana shu tannarxga nimalar kiryapti degan ma'lumot bo'ladi. Endi men mana shu ma'lumotni shunday kopirovat qilib olamandagi, mana shu 452 million sarflagan tannarx zararimning bu yerda mana qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar qiymati mana shuncha edi deb turib, mana bu yerda katakka qo'yib qo'yaman. Shunda bizning pastdagi menyuyimiz ham 452, 347, 706.05 bo'ldi. Yuqoridagi menyuyimiz ham 452, 347, 706.05 bo'ldi. Demak, qarang, mana bu sariq katak bilan mana bu yerdagi oq katak bir-biriga teng kelishi kerak. Xo'p, keyin esa boshqa xarajatlar, mana shu mayli, xo'p, qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar qiymati 452 million 347 bo'lgan ekan. Endi menga boshqa zararlarini ham ko'rsatib bergan deyapti. Bu yerda yana qanaqangi zararlar bor? Agar sarflangan yonilg'i xarajatlari, shu mana bu qayta sotish uchun sotib olib kelingan mashinalarga yonilg'i sarflagan bo'lsa, o'sha sarflangan xarajatlarini ko'rsatgan. Mehnatga haq to'lash xarajatlari, ijtimoiy soliq bo'yicha xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ko'rsatgan. Asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ko'rsatgan. Mana shunaqangi ko'plab boshqa xarajatlaring bo'ladigan bo'lsa, shularni ko'rsatgan deyapti. Demak, men birinchi mana bu ma'lumotni kiritib oldim. Endi 94-shotimizdagi boshqa davr xarajatlarini ham kiritaman. Buning uchun ustiga 2 marta bosganimdan keyin bu yerga 94.10 mana. Sotuv xarajatlari ma'lumotlari shakllanyapti. 94.20 buxgalteriya, ma'muriyat xarajatlari bor. 94.30 boshqa xarajatlar bor va 94.40 ga men o'zim shaxsan o'zim buni yuritaman. 94.40 ga foyda solig'ida chegirmaydigan xarajatlarimni yuritaman. Bu nima degani? Mana shu 94.40 dagi summa meni shundan chegirmaydigan xarajatlar bo'limiga o'tadi. Mana shu ma'lumotlarim hozir birin-ketin qo'yib chiqamiz. Xo'p. Transport xarajatlari men 94.10 ga yuritganman va transport xarajatlari menda 247 million 855 ming 318 so'm 40 tiyin bo'lgan ekan. Demak, mana shu ma'lumotni transport xarajatlari bo'limiga olib kelib yozishim kerak. Xo'p, bu yerda transport xarajatlari qani? Mana transport xizmati va tashish xarajatlari degan bo'limga, mana shu yerga men o'zimni sarflagan xarajatlarni olib kelib yozaman. Demak, bu yerga men o'rtadagi chiziqlarni olib tashlayman. Mana 247
853, 318,40 deyin. Demak, 247 million man transport xarajat qilganman. Buxgalteriya xizmatlari bu yerda bo'lgan. Qarang, buxgalteriya xizmatlari 3,982 ming so'm xarajat qilganmiz. Demak, mana bu yerga qarang. Mana bu yerdagi nimaga men pastga olib kelib yozaman sizlarga tushuntirish uchun. Mana bu yerdagi ma'lumotlarga xarajat o'zingizga kerakli, masalan, siz buxgalteriya xarajat qildik deylik. Mana bu yerda bironta bo'limga siz buxgalteriya xarajatingiz to'g'ri kelmayapti, nomiga bir-biriga mos emas. Shuning uchun ham pastga yozib qo'yamiz. Masalan, buxgalteriya xarajati. Buxgalteriya xarajatlari. Mana buxgalteriya xarajatlari yozib qo'yamiz va bu yerga mana bu nollarni o'chirtalasak ham bo'ladi. O'rtadagi bo'sh joylarni olib borib qo'yamiz. Demak, buxgalteriya xarajatlari 3,982 ming so'm bo'lgan ekan. Mana bu yerga qarang, 704 million so'mga aylanib qoldi, boya bilan teng edi. Demak, mana bu 247 million 3,982 ming qo'shilyapti, mana bu yerga 704 million so'mga aylanyapti. Lekin jami xarajatlarimiz hali 402 million so'm turibdi. Demak, mana bu yerdagi boshqa xarajatlar bo'limiga 704 milliondan 452 million so'mni ayirib qolganini mana shu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Mana bu jami xarajatlarni to'liq ma'lumotlarni shakllantirib bo'lgandan keyin men uni qanday qilishni ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p, qarang. 3,982 ming so'm buxgalteriya xarajat qilgan ekanmiz. Buxgalteriya xarajati bizni korxonaga faoliyatiga daromad olib kelishiga, korxona faoliyatini amalga oshirishga yordam beradigan xarajatmi? Ha, yordam beradigan xarajat. Buxgalteriya xarajati bu aniq korxona faoliyatiga kerak bo'ladigan xarajat. Shuning uchun ham buni jami xarajatlar, ya'ni xarajatlar, zararlar summasi degan bo'limga olib kelib yozamiz. Shundan chegirmaydigan xarajatlar bo'limiga olib kelib yozmaymiz. Chunki buxgalteriya xarajati korxona faoliyatiga ta'sir qiladigan xarajat. Agar mana bu yerga PlayStation oldi, mana PlayStation oldim deb turib, mana bu yoqqa 10 million so'm xarajat yozadigan bo'lsak, mana shu 10 million so'm xarajatni chegirmaydigan xarajatga ham olib yozishimiz kerak edi. Nimaga? Qarang, mana bu men sizga ko'rsataman hozir, qarang nima deyotganim. PlayStation oldim, xarajat qildim 10 million so'm. Shunda 10 million so'm chegirmaydigan xarajat yozdik. Nimaga? PlayStation chunki korxonani faoliyatiga ta'sir qilmayapti. To'g'ri? U zarar bo'lyapti, korxonani daromad qilishga hech qanaqangi asosi yo'q. Shuning uchun ham buni 10 million so'm PlayStation olgan bo'lsam, o'sha 10 million so'mni men chegirmaydigan xarajatga ham qo'shib yozishim kerak bo'ladi. Va mana bu yerda endi o'chirib turaman, qarang. Men sizga endi nima tushuntirayotganimni tushuntiraman. Ko'rsating. Qarang, 704 million so'm turibdi. Mana PlayStation oldim dedimdagi 10, 1, 2, 3, 4, 6. 10 million so'm xarajat yozdim. Mana bu yerga xarajatim 714 million so'mga aylandi. Ya'ni korxonaning xarajatlarini sun'iy ravishda o'zim ko'tardi. Endi buni ko'targandan keyin 714 million so'm o'zi soliq kodeksi bo'yicha 714 million so'm hammasini biz xarajat sifatida olishimiz kerak emas. Nima uchun? Shunda 10 million so'mni chegirmaydigan xarajatga o'tish kerak. Shuning uchun ham 10 million so'mdan mana bu yerdan kopirovat qilib olamandagi men chegirmagan xarajatlar bo'limiga o'tkazib qo'yaman 10 million so'm. Shunda mana bu yer mana 714 million so'm xarajat qildik. Shunda 10 million so'm chegirmaydigan xarajat deydidagi. Endi mana bu yerga jami mana titul qismi bor. Foyda soliq hisob kitobining titul qismiga olib borib, mana bu yerda bizni mana bu hop boshqa joyga o'tib ketib qoldi. 704 million so'm. Mana bu 714 million so'mdan 10 million so'm ayırdagi titul qismiga foyda solig'ini, zararlarni hisobga olish joyiga 714 milliondan 10 million so'm ayırdagi 704 million so'mni xarajat sifatida tan oladi. 10 million so'm xarajat sifatida tan olmaydi. Mana shundan chegirmaydigan xarajatni shuning uchun aytib qo'yapti. Sen mana bu yerdagi barcha buxgalteriyangdagi zararlaringni, ma'lumotlaring hammasini olib kelib yozgandagi, o'shandan soliq kodeksiga asosan chegirmaydigan, ya'ni korxonaning faoliyatiga ta'sir qilmaydigan xarajatlaringni olib kelib yozgan. Biz seni jami zararlaringdan chegirmaydigan zararlaringni ayirib taylaymizdagi, o'sha haqiqatda tan olinadigan zararlaringdan biz daromadlaringni ayirib taylab, o'rtadan foyda solig'ini hisoblab beramiz senga degan ma'lumot hisobot mana shu bo'ladi. Demak, bizda hozir PlayStation olmagan bu korxona direktori PlayStation o'ynagisi kelmayapti. Shuning uchun ham mana bu yerda PlayStation oldim degan ma'lumotni o'chirib taylaymiz. Korxona buxgalteriya xarajatlari qilgan 3,982 ming so'mlik. Xo'p, Dedoxdan 9600 so'mlik faktura kelgan ekan. Xo'p, buni ham yozib qo'yishim mumkin. Masalan, Dedox deb yozib qo'yaman. Bu yerda xo'p, 9600 so'mga Dedox yozib qo'ydim. Yana qanaqangi xarajat? Ma'muriyatda hisoblangan ijara haqqi, ma'muriyatda hisoblangan ijtimoiy soliq. Demak, mana shunga e'tibor beramiz, qarang. Ma'muriyatda hisoblangan ijara haqqi ma'lumotlari 810 ming so'mni tashkil qilgan ekan. Demak, yuqori qismda bizga ma'muriyatda hisoblangan ijara haqqi, ya'ni operativ ijara deb, mana operativ ijara bo'yicha xarajatlar degan bo'limga yozishimiz kerak. Mana shu yerda 810 ming so'mni yozsak bo'ladi. Demak, operativ ijara, moliyaviy ijara bularning hammasini o'sha bundan oldingi darsliklarda tushuntirib o'tganman. Demak, operativ ijara siz bu o'zi nima degani? Operativ ijara, masalan, siz
kimgadir oyiga $100 pul beryapti. Endi bizga tabiiy ravishda ko'pincha dollarga gaplashadi. Bir binoni siz $100 beryapsiz, oyiga uni ishlatyapsiz. Va mana shu tarzda siz 1, 2, 3, 4 va hokazo siz faqat $100 dan oyiga berasizdagi ishlataverasiz. Qachondir chiqib ketmoqchi bo'lsa, o'sha $100 berish to'xtatasiz va chiqib ketasiz. Moliyaviy ijara, operator ijarani tushuntirdim hozir. Endi moliyaviy ijara nima deydigan bo'lsak, masalan siz ham unday oyiga $100 dan berib borasiz. Lekin kelishuv shunday bo'ladiki, masalan oyiga $100 dan beryapman. Jami 5 yil sen bilan $100 dan beramandagi 5 yildan keyin mana shu mol mulkni meni nomimga o'tkazib berasan deydigan bo'lsa, moliyaviy ijara bo'lib qoladi. Qo'pol tilda mana shunday moliyaviy ijara bilan operativ ijara farqi shunaqa. Bizdan hozir operativ ijara, ya'ni biz har oy $100 beradigan darajada ishlaymiz. Shuning uchun ham 810 ming so'm bu yerda operativ ijara bo'yicha xarajatlar ko'rsatilgan 810 ming so'm. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, ma'muriyatda hisoblangan ijtimoiy soliq, ma'muriyatda hisoblangan ish haqqi. Demak, mana bu ikkala ma'lumotni bir-biriga qo'shib olamiz. Qarang. 858 ming so'm ijtimoiy soliq bo'lagisi 7.150.000 so'm jami shu 3 kvartal davomida ishchilarga hisoblangan ish haqlari. Ikkalasini qo'shsak 8.800.000 so'm kelib chiqyapti bu yerda. Mana shunday kaparat qilib olaman. 8.800.000 so'm nimaga ikkalasini ijtimoiy soliq bilan hisoblangan ish haqqi ma'lumotlarni bir-biriga qo'shib oldim deydigan bo'lsa, qarang. Nimaga ijtimoiy soliq qo'shdik, daromad solig'ini qo'shmadik? Nimaga ijtimoiy soliq qo'shding, lekin jamg'armaning pensiya jamg'armasining ma'lumotlarini qo'shmading deydigan bo'lsak, qarang. O'zi ishchilar bilan bog'liq bo'ladigan 3 xil soliq bor. Ijtimoiy soliq bor, daromad solig'i bor. O'sha daromad solig'i ichida olinadigan MPS ma'lumotni MPS solig'i bor. Endi soliq deyman, jamg'armasiga to'lov bor. Ijtimoiy soliqni korxona to'lab beradi. Aytaylik, bir kishiga siz 1 million so'm ish haqqi hisobladingiz bir oyga. O'sha bir oyga bir kishiga ish haqqi hisoblaganingiz uchun, o'sha ishchini ishlatganingiz uchun, o'sha davlat sizga o'sha ishchini tayyor kadr qilib yetishtirib berganligi uchun siz davlatga 12% ijtimoiy soliq to'lab berasiz. 12%, ya'ni 1 million so'mdan 120 ming so'm korxona o'zini hisobidan to'lab beradi. O'sha 1 million so'm daromad olgani uchun o'sha ishchi 12%, ya'ni 120 ming so'm daromad solig'ini to'lab beradi, ishchi to'lab beradi uni daromad solig'i. O'sha 12% ichida 1 million so'm bo'lsa 1000 so'mini o'sha jamg'armaning pensiya jamg'armasiga ishchini hisobidan o'tkaziladi. Ya'ni bu korxonaga daromad solig'i bilan MPS korxonaga bu foyda emas, zarar emas. Bu ishchini hisobidan ketadigan, ya'ni ishchini solig'i. Korxona bo'ladigan bo'lsa faqat ijtimoiy soliqni 12% to'lab beradi. Shuning uchun ham korxona xarajatlariga ijtimoiy soliq bilan bir vaqtda korxona qanaqangi xarajat qiladigan bo'lsa, o'sha ish haqi xarajat qiladigan bo'lsa, ish haqi xarajati bilan qo'shib yoziladi. Mana bu yerda mana yozilgan. Xo'p. Bu yerga yozilgan qaysi qismda? Mana mehnatga haq to'lash xarajatlari va ijtimoiy soliq bo'yicha xarajatlar. Bu nima deyapti? Mehnatga haq to'lash xarajatlari va ijtimoiy soliq bo'yicha xarajatlar deyapti. Demak, mana shu ikkalasini qo'shib yozasan deyapti bu yerga. Demak, mana shu yerga 8.800.000 so'mni yozishim kerak bo'ladi. O'shanda 7.150.000 so'mi mehnat haq to'lash tarzidagi xarajatlar, qolgan 858.000 so'mi bo'ladigan bo'lsa, bu ijtimoiy soliq to'lab berganimizda shu ishchilarni ishlatganligimiz uchun. Mana shu ishchilarni ishlatganligimiz uchun to'lanadigan solig'ini va hisoblangan ish haq xarajatlarini bir-biriga qo'shamizdagi umumiy qismida mana bu yerga xarajatlar yozamiz. Xo'p, mana bu yerdagi xarajatlarga 8.800.000 so'mdan sen nimaga 10 million so'm yozib qo'ysang nima bo'ladi? Kim bilyapti 10 million so'm xarajatini qilganligini? San adresingdagi ma'lumot kimda tekshiradimi deb aytib qolish shunaqangi savollar tug'iladi. Yo'q, kechirasiz. Mana shu 8.800.000 so'm xarajatingizni ma'lumotlarini qayerdan oladi deydigan bo'lsak, bu ma'lumotlarni soliq qo'mitasi biz har oy yuboradigan mana bu yerdagi jurnal qismiga o'taman. Mana ijtimoiy shaxslardan olingan daromad solig'i va ijtimoiy soliq mart oyini shunday kiraman. Mana shu yerdagi ma'lumotlardan oladi. Ya'ni biz har oy ishchilarni qancha ish haqi beryapmiz, qancha soliq to'layapmiz, ma'lumotlarni har oy hisobotda taqdim etamiz. Mana shu ma'lumotlar bilan foyda solig'idagi ma'lumotlarni bir-biriga solishtiradi. Agar mana shu yerdagi biz 8.800 ming emas, masalan, hozir 9.800.000 so'm yozib qo'yadigan bo'lsam, "Ey, bizga xabarnoma keladi kabinetimizga. Sen mart oyidagi soliq hisobotingda, daromad soliq hisobotingda 8.800.000 so'm, ya'ni 8.800.000 dan 858.000 so'm ijtimoiy soliq hisoblagansan, 7.150.000 so'm ish haq hisoblagansan. Nima uchun sen foyda solig'ingdagi birinchi kvartalingga 9.800.000 so'm yozib qo'ygansan? Tez buni to'g'riladigan ma'lumotnoma keladi, sizning kabinetingizga xat keladi. Mana 7.150.000 so'm biz bu yerda mehnat haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan yanvar, fevral, mart oyidagi xarajatlarimizni ko'rsatganmiz va shunda 858.000 so'm ijtimoiy soliq bo'limida qarang, mana ijtimoiy soliq qismida 858.000 so'm ijtimoiy soliq to'lab berganmiz. Mana shu ma'lumotni soliq qo'mitasi ham tahlil qilish kerak. Biz ham o'zimiz adresimiz bilan tekshirgan holatda mana shu yerdagi ma'lumotlarni ko'rishimiz kerak. Demak, biz ish haqi va ijtimoiy soliq ma'lumotlarini yozib oldik. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa,
bank xizmati. Bizdan bu yerdan xo'p, import eksport bilan shug'ullangani uchun juda ham katta bank xizmati olingan bizlar bu yerda. Xo'p, bank xizmati ma'lumotlarini ham bu yerga qo'shib chiqamiz. Demak, bank xizmati xarajatlari, masalan, bank xizmati xarajatlari. Bank xizmati xarajatlari qancha bo'ladi? Bizda 29,577,504 so'm 60 tiyin bo'lgan ekan. Demak, bu yerga nuqtacha yozamiz. O'rtadagi joylarni olamiz, chunki Excel o'qimaydi, soliq hisoboti. Xo'p, mana bank xizmat xarajatlari 29,577,504 so'm 60 tiyin bo'lgan ekan. Undan keyingi xarajatimiz bojxona xarajatlari bizda sodir bo'lgan. Bojxona xarajatlarini ham biz xarajat sifatida tan olamiz. Bojxona xarajatlarini ham bu yerga yozamiz mana. Bojxona xarajatlari. Mana bojxona xarajatlarini mana bu yerga yozamiz. Xo'p, mana bu bizga kerak emas bu. O'rtadagi joylarni olib tashlaymiz. Mana 4,820,400 so'm bojxona xarajatlari qilgan ekanmiz. Bundan qo'shilgan hisoblangan ijara solig'i, qo'shimcha hisoblangan ijara solig'i nima deydi? Xo'p, buni ham keyingi darslarda to'liq tushuntiraman. Hozir buni o'ziga alohida juda ham ko'p vaqt ketadi. Xo'p, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, masalan, siz boyaga $100 beryapsiz. O'sha $100 siz aytaylik, o'sha 1 million so'm deylik, o'sha 1 million so'mdan beryapsiz. 1 million so'mdan 12% daromad solig'i hisoblayapsiz. O'sha daromad oladigan kishidan 12% o'sha 100 ming so'mini olib qolyapsiz. 1 million so'mdan ijara soliq to'laydigan, ijara to'layapsiz 1 million so'mdan deylik. O'sha 1 million so'mdan 12% siz olib qolyapsiz daromad solig'iga. Jismoniy shaxslar mol mulkini ijaraga berishdan olinadigan daromadlari degani soliq bor. O'sha solig'idan 100 ming so'mni o'sha 1 million so'mni olib qolyapsiz, 880 ming so'mni ijarachingizga beryapsiz. Mana senga 1 million so'mga kelishgandek, 880 ming senga qo'lingga beryapman. O'sha 120 ming so'm sen o'zi davlatga soliq to'lashing kerak edi. 1 million so'm daromad qilganing uchun o'sha ijaraga berib turib menga. O'shani sen 120 ming so'mni men oldimdagi men davlatga to'lab berishim kerak 120 ming so'mni. Siz boya 880 mingni ijarachini qo'lga berasiz, qolgan 120 ming so'mni soliqni to'lab berish kerak edi. Lekin o'sha 1 million so'm davlat qo'ygan eng minimal stavkadan kam bo'lib qolgani uchun siz qo'shimcha o'sha ijaradan olinadigan soliq to'lab berasiz. Mana shu soliq bu yerda ko'rsatilgan 402 so'm ekan. Xo'p, buni ham yozib qo'yamiz. Xo'p, qo'shimcha hisoblangan ijarasi 402 so'm ekan. Mana bu yerda 402 so'm yozib qo'ydim. Foyda solig'i chegara, mana bu qo'shimcha ijarani qayerdan topadi deydigan bo'lsak, qo'shimchani ham topadigan joyi bor o'zi. Mana 402 so'm sal kattaroq summa yozib qo'yamiz. Nima bo'lardi yozib qo'ysak deydiganlar uchun. Xo'p, buni ham jismoniy shaxslardan olingan daromad soliq hisobotida ko'rsatangiz bo'ladi. Mana 402 so'm hisobot davri uchun qo'shimcha hisoblangan jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'i summasi 402 so'mni yozib qo'yilgan. Agar siz mana shu yerda qo'shimcha hisoblangan ijara solig'ini 402 so'm emas, 1 million so'm to'laganman deb tursangiz, kechirib qo'yasan, sen mart oyiga 402 so'm mana bu yerda ko'rsatyapti. Qanday qilib sen foyda soliq hisobotingda birinchi chorakda 1 million so'm yozib qo'ygansiz? To'g'rilab buni degan sizni kabinetingizga xat keladi. Xo'p, bu soliq bu xarajatimizni ham qildik. Endi 9440 ta men o'zim bu aslida 9440 ta foyda solig'ini chegirmaydigan xarajatlar yuritilmaydi. Men o'zim shunga yuritganman. 9440 ta foyda solig'ini chegirmaydigan xarajatlar 10 million 600 ming so'm tashkil qilgan ekan. Demak, direktor korxona faoliyati uchun, ya'ni korxona faoliyatiga tegishli bo'lmagan 10 million 600 ming so'mlik xarajat qo'ygan ekan. Demak, endi bu PlayStation olmagan-ku, PlayStation misolida ko'rsatgandim. Boshqa xarajat qo'yishgan. O'shani men yozib qo'yganman. Demak, mana shu 10 million 600 ming so'm kooperativ qilamandagi mana bu yerdan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 377-moddasi 1-10 va 4-5 xatochi ko'rsatilgan moddiy yordam. Demak, korxona direktori saxiyligi, saxovati tutib ketib, bir qarindoshiga 10 million 660 ming so'm, 10 million 600 ming so'm yordam bergan ekan. Demak, o'sha bergan qarindoshiga yordam korxona faoliyatiga tegishli bo'lmagan xarajat hisoblanadi. Demak, men mana shuni foyda soliq hisobotidan chegirmaydigan bo'limiga mana avtomatik o'z stavkasida ko'rsatib qo'yilgan olib kelib qo'yishim kerak. Olib kelib qo'ymasam nima bo'ladi? Buni korxona 10 million 600 ming so'm xarajat qilgani qayda bilib yotibdi deysiz. Buni soliq o'zini tahlillari natijasida 10 million 600 ming topgandan keyin shu korxonaga jarima qo'llashi mumkin. Soliq hisobotidan foyda solig'idan yashirinish chora tadbirlari degan narsa bilan shaxsiy kabinetga bir bizga ancha bir tashvish bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham 10 million 600 ming so'mni tinchgina o'zimizda adres ma'lumotlarimizga kelib chiqqan holatda foyda solig'i hisobotidan chegirmaydigan xarajatlar bo'limiga olib kelib yozyapman. 10 million 600 ming so'm nima deydigan bo'lsak, korxona faoliyatiga tegishli bo'lmagan direktor xarajat qilishga buyruq berib qo'ydi. O'sha buyruq asosida chegirmaydigan xarajat sodir bo'ldi va 10 million 600 ming so'mni o'sha yerga olib kelib yozdim. Mana shu tarzda mana foyda solig'idagi xarajatlarni keltirdik. Endi bizda xo'p daromadni yozib qo'ygandik. 95-40 ta kurs farqidan foyda bo'lgandi. Qarang,
kunma-kun kurs farqi, valyuta kurs farqi o'ynaydi. Bir masalan sizni shotingizda 52 ons shoti valyuta shot hisoblanadi buxgalteriyada. Shu shotingizda 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, siz 10 ming dollarni birinchi kun masalan 12 edi, bank markaziy bank kursi 12 edi, keyingi kun 13 ga aylanib qoldi. Demak, sizni shotingizdagi 10 ming dollar ham sirazi summaviyda summasi oshib qoldi. Ya'ni kurs farqidan foyda bo'ldi sizda. Va keyingi kun 12 13 ida, keyin 11.5 ga aylandi. Shu kurs farqi o'ynayapti va shu kurs farqi o'ynashdan sizda korxonangiz yo foydada bo'ladi, yo kurs farqidan zarari bo'ladi. O'sha ma'lumotlar mana bu yerda mana 3 oylik ma'lumotlarni yig'ib kelingan. O'sha 3 oylik ma'lumotlardan 16 million 102 ming so'm kurs farqidan foyda bo'ladigan bo'lsa, o'sha 96.20 da mana bu yerda mana to'liq kursiga 96.20 kurs farqidan zararlarda 25.655 ming so'm kurs farqidan zarar bo'lgan. Mana shu ma'lumotni ham kurs farqidan zararlar degan qismida ko'rsatishim kerak bo'ladi. Endi men bu yerdan kurs farqidan zararlar, mana salbiy kurs farqidan zararlar degan bo'limiga olib kelib yozishim kerak. Va mana bu yerda 0.114-qaytaga ekan. Demak, mana shu yerga olib kelib yozaman. Jigarim 25.655 ming so'm kurs farqidan zararni tiyinigacha 86 tiyingacha hisoblagansan. Bu ma'lumotlarni qanday hisoblaydi? 3 oy davomida men endi har doim kurs farqidan foyda bo'ldi, kurs farqidan zarar bo'ldi deb yuramanmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, bu haqida YouTube kanalida o'sha buxgalteriyadan noldan o'rganish haqida darsliklarda to'liq batafsil noldan yoritib borilyapti. Kurs farqi nima, valyutani o'zi nima, buxgalteriyaga ta'siri nima, buxgalteriyani o'zi nima, ya'ni noldan hammasi haqida yoritib borilyapti. Bu ma'lumot hozir o'sha darslikdagi ma'lumotlarga asosan o'zimiz buxgalteriyani yuritib, o'sha 3 oylik ma'lumotlarni kiritgan holatda mana shunaqangi ma'lumotlarni shakllantirganmiz. Adresimizda ham ko'rsatilgan o'sha ma'lumotlar. Endi shunga asosan biz to'ldiryapmiz. Xo'p, endi buni nima qilamiz? Bo'ldi, hamma biz xarajatlarimizni kiritib oldik. Endi qarang. Bunday qilamiz. Adresimizdagi ma'lumotlarni kiritish boshlaymiz. Xo'p, bunga mana buni kursidan qo'shaman. Xo'p, buni kopiyalab olamiz endi. Mana buni boshqa xarajatlar degan bo'limiga qo'yib qo'yaman. Mana 783, 666, 166, 91. Mana tepadagisi ham to'g'ri chiqdi, pastdagisi ham to'g'ri chiqdi. Shundan 783 milliondan 10 million 600 ming so'm chegirmaning xarajat bo'ldidagi 783 dan 10 million 600 ayirib, shundan zararlarimizni hisoblab beradi. Endi men hozir plus minusga mana bu kalkulyator ishlarini nima qildik deydigan bo'lsak, men nima qildim hozir qarang. 91 da tannarximizni yuritdilarda. Mana bu yerga men tannarxga alohida o'sha 452 million so'mni olib kelib yozdim. Mana 452 million so'mni. Va bu yerda qarang, faqat tannarxni mana shu yerga yozasan deyapti. Tannarxdan boshqa xarajatlaring bo'ladigan bo'lsa, boshqa xarajatlar bo'limiga yozasan deyapti. O'zi bizda tannarx faqat 91 da yuritilyapti. Buni olib kelib yozdim mana bu yerga. Undan tashqari yana kurs farqidan zararimiz bor edi va boshqa davr xarajatlari bor. Demak, mana boshqa davr xarajatlar bilan kurs farqidan zararni bir-biriga qo'shdimdagi boshqa xarajatlar degan bo'limiga olib kelib yozdim. Demak, mana shu ikkalasini qo'shganimizda 452 ga 331 million qo'shganimizda 783 million so'm xarajat bo'ldi. Mana shu 783 million xarajating nimalardan iborat degan joyda mana oq katakda pastdagi qismiga men bo'limlar bilan birin-ketinlikda to'ldirib berdim. Mana bu yerda bo'sh kataklarga men sizga misol uchun to'ldirib berdim pastdagi va chegirmaydigan xarajatlarni ham misol qilib to'ldirib berdim va boshqa mana xarajatlarni ham mana shu yerdagi, mana tepadagi jamini mana bu yerga yoyilmasida endi bu. Mana 783 million so'm xarajat qilgan o'sha xarajatning nima u xarajat degan joyiga mana o'shanda 8 million so'm mehnat haq to'lash ijtimoiy soliq xarajatim bo'ldi. 452 million so'm o'sha qayta sotish uchun tovarni olib kelganim o'shani xarajati bo'ldi deb hozir odam keldi. Xo'p, video bo'linib qoldi. Endi nimaga to'xtagandik biz? Birin-ketin ma'lumotlarni bir boshdan qaytarib chiqamiz. Mana qarang. Mana bu tepadagi qismda menga xarajatlarni tannarxini va boshqa xarajatlarga bo'lib bergan deb ko'rsatgandi. Mana 452 million so'mini biz mana bu yerda tannarx xarajati deb belgilagandik va undan tashqari 331 million so'mini boshqa xarajatlar, o'shandan 305 million so'mi davr xarajatlari va 25 million 655 ming so'mini bu yerda kurs farqidan zararlarga bo'lib chiqqandik. Endi mana shu 783 million so'm 660 783 million 666 mingdan bizga endi ma'lumotlarni bo'lib bergan mana shu 783 millionning nima xarajatlaringizlarniki bu yerda degan ma'lumotlarga mana bu yerga bo'limlarga bo'lib qo'yilgandi. Shunda 8 ming so'm mehnat haq to'lash va ijtimoiy xarajatlar, 452 million so'm qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar, 247 million so'mini xo'p
transport xarajatlari 810 ming so'mni, ijara xarajati 25 million so'mni kirish sifatida zararga bo'ldik. 10 million 600 ming so'mni bu yerda chegirmaydigan xarajat 337-modda Soliq kodeksiga xolisida kirib ko'rmang buni. Mana shu xarajatga bo'ldik. Tepada pastda qismlarga o'tganimizdan keyin buxgalteriya xarajatlariga bo'ldi, dedoksga, bank xizmatiga qancha olgani, bojxona xarajatlari qancha bo'lganligi, qo'shimcha hisoblangan ijara haqqi qancha bo'lganligi hammasi bu yerga xarajatlar ko'rsatilgan. Endi ko'radigan bo'lsangiz, bu yerga 783 million 666 ming 167 so'mi, xo'p 91 tiyin ko'rsatilgan. Endi yaxlitlagandan keyin 167 qo'yib qo'yilgan bu yerga va uni qarang, chegirmaga xarajatlar bo'limiga ashib kelgan xusus hal ham turibdi. Bu nimaga? Mana bu 10 million 600 ming so'm, mana bu yerda ko'rsatgansiz 10 million 600 ming so'mni to'g'ri 337-modda bo'yicha chegirmaga xarajat qilib ko'rsatgan ekansan. Rahmat senga kattakon. Lekin mana shu xarajating qaysi xarajat bu yerda deyapti. Mana bu yerda biz xarajatdan ko'rsatganmiz-ku, tannarx xarajati va boshqa xarajatlarga. 10 million 600 ming so'mning qanaqa xarajat bu yerda deyapti. Tannarx xarajatimi yoki boshqa xarajatmi deyapti. Bizga 10 million 600 ming so'm adresga kiramiz. 10 million 600 ming so'm bizga qarang. Davr xarajatlariga turibdimi yoki 91dagi tannarx xarajatlariga turibdimi? 91ga kiradigan bo'lsak, 91da hech qanaqangi chegirmaga xarajatimiz yo'q. Demak, 305 million so'mning ichiga kiramiz. Bu yerga davr xarajatlariga, davr xarajatlari ichiga bizga 94 40 shotida 10 million 600 ming, ya'ni davr xarajatiga turibdi. Demak, biz boyagi 10 million 600 ming so'm kooperativ qilamiz degan boshqa xarajatlar bo'limiga olib kelib yozamiz. Chunki bu bevosita tannarx xarajatiga to'g'ri kelmaydi. Shuni hisobiga endi boyagi ashib kelgan so'z ham chiqib ketdi. 10 million 600 ming so'm bu yerga kelib yoziladi. Demak, bir boshdan men yana bir qaytarib tekshirib olaman. Xo'p, ma'lumotlar to'g'ri ekan. 783 million, 783 million hamma sonlar joyida. Endi bir daromadlar qismiga o'tib ham uni ham tekshirib olaman. 787 453 937.85. Xo'p, hammasi bir-biriga mos kelyapti. 16 million 102 689.89. Demak, bu yerda haqiqiy kurs farqidan zarar ham bir-biriga, foyda ham bir-biriga mos kelyapti. Demak, hisob foyda solig'i hisob kitobi. Mana bu foyda solig'i hisob kitobi degan joyi mana shu titul qismi hisoblanadi. Hisobotning titul qismi deyiladi. Mana shu to'g'ridan-to'g'ri hisobga olish. Bu qismni ham batafsil men keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. To'g'ridan-to'g'ri nima, mutanosib nima, buni hozir tushuntirishga juda ham ko'p vaqt ketadi. Buni katta misollar bilan tushuntirib beraman. Hop, demak 803 million 556 627 24. Bu bizni jami daromadlarimiz. O'shanda 773 million so'm xarajat bo'lgan ekan. Qarang, mana bu yerda 773 million so'm turibdi. Ikkinchi ilovamizda bo'lsa 783 turibdi. Nimaga? 10 million 600 ming so'mni bu yerdan chegirmaga xarajat sifatida minus qilib qo'ygan. Shuning uchun ham titul qismida bu narsa 773 turibdi. Demak, foyda solig'i foyda hisoblanadigan foyda solig'i bo'lsa 30 million so'm turibdi. Demak, 803 million 773 million so'm ayirgan 30 million 490 ming 460 so'm 33 tiyin chiqqan. Mana shundan endi bizga foyda solig'i hisoblashi kerak bo'ladi. Endi bundan foyda solig'i hisoblash uchun hozir bizda videoni to'xtatganim uchun bu yerda ozgina chalkashmovchilik bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda 15% foyda solig'i turish kerak edi. Kerak bu ma'lumotlarni hozir bir to'g'rilab olsam, qanday to'g'rilardim buni? Xo'p, hisobot turiga hisob bunday qilamiz. Hozir jami daromadlar qismiga ulgurji savdoni bitta boshqatdan tanlasam, mana ulgurji savdoni tanladim. Bir ITga o'tkazib, yana bunga o'tkazib o'rsam, foyda solig'i hali ham to'g'rilanmadi. Hozir. Xo'p, bu yerda menda обновление bo'lib qoldi va hisobotlarimda soliq stavkasi ko'rinmay qoldi. Buning uchun nima qilaman endi men? Mana bu yerda yuqori qismda duplikat degan tugmani bosaman va yangi soliq hisobotini ochib olaman bu yerda. Ochib olganimdan keyin bu yerda qarang. Jurnal qismiga o'taman, qayta elektron shakllarni shakllantirish, foyda soliq hisobotlari, foyda solig'i. Xo'p, bu yerdan yana noldan boshlaymiz to'ldirishni. Shu bilan birga bizda yana tajriba bo'ladi to'ldirishga. Xo'p, birinchi kvartalni ochaman bu yerdan. Bu yerdan boradigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri usulni bosaman. Xo'p, ashibga chiqaryapti. Buni ashibgani yo'q qilish uchun jami daromadlar qismiga o'tib turib, daromadimiz nimadan shakllanganligini bu yerga ko'rsataman. Ulgurji savdo bilan shakllangan. Mana buni kooperativ qilib olaman. Chunki bizga boya bu to'g'ri kelgan ma'lumotlari. Mana shakllangandan keyin endi bu yerda bundan oldingi duplikat qolgan qismimizdagi daromadlarimizdagi kooperativlarni olib kelib olaman. Xo'p, mana valyuta kurs farqidan daromadlar bo'lgan. Shu valyuta kurs farqidan 16 million 102 ming 689 daromad bo'lgan ekan, o'shani bu yerga olib kelib yozaman. Xo'p, bu yerda valyuta kurs farqidan daromadlar, qani valyuta kurs farqidan daromad mana 130 statir ekan, bu yerga olib kelib yozdim. Demak, bu yerga olib kelib yozdim. Endi xarajatlar bo'limiga o'tamiz. Ikkinchi ilovaga, bu yerda ham ikkinchi ilovaga o'tib olaman. Ikkinchi ilovaga o'tganimizdan keyin mana shu qismni to'liq kooperativ qilsam to'g'rilab qo'yadimikan?
Hop, bunday qilamiz dagi. Demak, yo'q. Bo'lmasa ekan to'g'ri kattaroqda, yana bittalab kattaroq chiqishimiz kerak. Hop, mana buni kattaroq qilamiz, bu yerga qo'yamiz. Tannarximizni shakllantiryapmiz hozir. Mana tannarxni qo'ydik. Endi tannarxdan tashqari boshqa xarajatlarni qo'yishimiz kerak edi. Bu yerda ham boshqa xarajatlarni qo'ydik. Endi 10.600.000 so'm bu chegirmagan xarajat edi. Chegirmagan xarajatni ham qo'ydik. Xo'p, endi pastki qismlarni mana shu qo'ygan 783.666.000 ni yoyilmasi bo'ladi. Pastki qismda endi yoyilmalarni qo'yib chiqamiz. Shunda 8.800.000 so'm bu yerda ish haqi, mehnatga haq to'lash va ijtimoiy soliq bo'yicha xarajatlar edi. Buni ham qo'ydik. Xo'p, undan keyingisi 452 million bu tannarx xarajati edi. Mana bu yerda qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar, mana buni ham qo'ydik. Va keyingisi 247 million transport xizmati va tashish xarajatlari edi. Bu yerda transportni tashish mana 0110 kodiga ham qo'ydik. Undan keyingisi 810 ming so'm operativ ijara. Bu yana sizga tushuntirganim, operativ ijara va moliyaviy ijarani farqini. Buni ham qildik. Xo'p, undan keyingisi bo'ladigan bo'lsa, hop, salbiy kurs farqidan zararlar. Bu 96-20 edi. Buni adresini ko'rsatgandim. Salbiy kurs farqidan zararlarni ham mana bu yerda 0114 kod ekan, buni ham qo'yishimiz kerak. Undan keyingisi 10.600.000 so'm aynan chegirmagan xarajating qaysi bo'limga tegishli deydigan bo'lsa, mana 337-moddaga asosan chegirmagan xarajatni ham joyiga olib kelib yozamiz. Xo'p, buni yozganimizdan keyin mana bu qismda buxgalteriya xarajatlari bo'lgan ekan. Buxgalteriya xarajatlari bo'limiga yozib olamiz bu yerga va buxgalteriya xarajatlari qancha? 3.982.000 so'm tashkil qilgan ekan. Bu yerga ham 3.982.000 so'm yozaman. Undan keyingisi Dedoxda 9.600 so'm xarajat qilgan ekanmiz. Mana bu yerga 9.600 so'm yozaman va Dedox so'zini ham kopirovat qilib olaman. Xo'p. Mana Dedox kopirovat qilib oldim va undan keyingisi xarajatimiz bank xizmat xarajatlari ekan. Bank xizmat xarajatlari bizda bo'lgan 29.577.504 tiyin ekan. Undan keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bojxona xarajatlari bo'lgan ekan. Bojxona xarajatini ham bu yerga olib kelib yozaman. Xo'p, mana bu yerga mana bojxona xarajatlari. Undan keyingisi qo'shimcha qismlangan ijara solig'i. Xo'p, buni ham olib kelib yozaman. Juda kichik summa-ku, lekin buni ham yozish kerak, chunki bizning ma'lumotimizda bor bu ham. Xo'p, mana shu holatda olib kelib yozmayman. Endi yuqori qismiga chiqaman. Xo'p, hammasi joyida. Mana 783 666 166 91 783 666 166 91. Demak, bundan oldingi hisobotimizga ham mana 783 666 166 91 10.600.000 so'm. Bu yerdagi hammasi bir-biriga mos kelyapti, to'g'ri. Bu yerda ham 05, bu yerda ham 05. Demak, eskisini bitta o'chirib yuboraman, chunki bunda ошибка bo'lib qoldi boya. Men videoni to'xtatib qo'yganligim uchun qarang, mana bu yerda soliq hisobotida stavkasini ko'rsatmay qoldi. Soliq stavkasini shuning uchun ham buni o'chirib yuboraman va menda endi yangi stavka bor. Hamma narsa ma'lumotlar joyida. Endi daromadlar bo'limi ham bir tekshirib o'taman. Daromadlar bo'limi ulgurji savdo shug'ullanyapmiz va 16 million biz kurs farqidan daromad qilganmiz. Ha, mana bunga e'tibor berish kerak. Mana bu yerga xohlagan buxgalter endi yangi kelgan bo'lishi mumkin. Xohlagan daromad turini talab yuborish mumkin emas. Chunki mana bu yerga IT xizmatlariga qanaqadir imtiyoz bo'lishi mumkin. Balishli fermer xo'jaligida bo'lishi mumkin. Aynan o'zingizni korxonangizga tegishli bo'ladigan. Masalan, menda ulgurji savdo, aynan ulgurji savdo tanlashim kerak. Chunki masalan, ulgurji savdoga 15% foyda soliq stavkasi bo'ladigan bo'lsa, aloqa xizmatlari uchun 20% foyda soliq stavkasi bo'ladi. Ya'ni har bittasining o'ziga tegishli stavkalari bor. Shuning uchun ham o'zingizga kerakli bo'lgan soliq stavkasini, o'zingizga kerakli bo'ladigan turini tanlashingiz kerak. Xo'p, mana bu yerda menga qarang, mana foyda solig'i belgilangan stavkasi foizda deyapti, 7.5% ko'rsatyapti. Nima uchun hozir men ulgurji savdoni 15% foyda solig'i stavkasi dedim degan, lekin bu yerga 7.5 ko'rsatyapti. Men bu yerga imtiyoz qo'llaganman. Imtiyoz qo'llaganimni videosini ham YouTube kanalda to'liq ko'rsatganman. Xo'p, mana bu yerda ham hozir ko'rsataman. Qarang, mayt soliqqa kiramiz degan xizmatlar degan bo'limida bu yerda imtiyoz deb tanlaymiz. Imtiyoz deb yozganimizdan keyin yuridik shaxsiy soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaatlari degan bo'limga mana shu yerda MCHga kerakli bo'lgan barcha imtiyozlar qo'yiladi. Mana masalan, bu yerga imtiyoz qo'llagan, foyda solig'i imtiyozini qo'llaganman. 337-chi mana shu Vazirlar Mahkamasi qarori shular bilan, demak, o'sha foyda solig'ini teng yarimga, 50% ga qisqartirib bergan, o'sha 15% ni 7.5% ni to'layapman. Demak, bu yerda qarang, 803 million so'm daromad qilingan, 773 million so'm xarajat qilingan.
Demak, o'rtadagi farq 30 million so'm. 30 million so'mdan 15% hisoblash kerak edi, lekin 30 million so'mdan bu yerga 7,5% hisoblangan va 2 million 286 784,52. Endi 2 million 287 ming so'm foyda solig'i chiqaryapti. Demak, mana shu narsani biz yanvar, fevral, mart oylarida foyda solig'imizdan kelib chiqqan ma'lumotlar asosida shuni to'ldirdik. Ya'ni adresimizda ham xuddi shunday ma'lumotlar shakllanyapti. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, qarang, mana shu 3 ta summani masalan, keling, hozir shuni qilib ko'ramiz. Xo'p, mana bu summalarni kooperativ olaman. Birinchisiga qo'shaman 305 million, 452 millionga 305 million so'mni qo'shaman bu yerga. Xo'p, qo'shganimizdan keyin yana 25 million so'mni bu yerga qo'shaman. Kurs farqidan zararni qo'shyapman. Mana 783 million so'm chiqyapti. Xo'p, video ham bir nechta bloklarga bo'linib qoldi. Xo'p, biz unga e'tibor bermaymiz. Qisqa qilib aytganda, shu 30 million 490 ming so'm daromadlarimizdan xarajatlarimizni ayırdidagi o'rtadagi farqdan mana shu 30 million 490 ming so'mdan 7,5% o'sha imtiyozga qo'yganim uchun 7,5% hisoblab 2 million 287 ming so'm foyda solig'i hisoblayapti. Demak, bu birinchi chorak uchun. Endi buni hisobotni yuborishni bosaman hozir. Bu yerda bir yana tekshirib chiqishim kerak ma'lumotlarini. Demak, hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, hisobotni yuborish tugmasini bosishimiz mumkin. Demak, daromadlar qismimizni tekshiramiz. 803 million 556 620 demak 627 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, menga bu qism kerak emas, menga mana bu kerak. Xo'p, bu ham kerak emas menga. To'xta, qoch. Xo'p, bizga mana bu kerak bo'ladi. Buni kopировать qilib olamiz. Mana buni. Endi qo'shamiz unga 16 million 102. Hozir nima qilyapman deydigan bo'lsak, biz daromadlarimizni hisobotdagi bilan solishtirib olyapmiz. Demak, 803 556 627 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ham mana 803 556 627. Mana. Demak, ikkalasi bir-bir. Ozgina tiyinlarda farq qilyapti. Endi bu hech narsani bunda oldingi ham ko'rganimizda 2 tiyinga farq qilgandi. Bunda ham hozir 2 tiyinga farq qilyapti. Xarajatlarimizni ham boya solishtirib oldik. Xarajatlarimiz ham deyarli teng chiqdi. 2 tiyinga 1 tiyinga farq qilyapti. Endi bu 2 tiyin 1 tiyin bu tabiiy ravishda bo'ladigan hisobdagi yaxlitlashdagi xatolar bo'lishi mumkin. Demak, 2 tiyin 1 tiyinga nimaga to'g'ri chiqmayapti deyishdan ko'ra boshqa kerak bilishimiz kerak, boshqa ko'plab muammo ishlarimiz bor. Xo'p, bularning ham bir sirini ko'rib chiqaman va bu ma'lumotlar ham hammasi to'g'ri. Demak, tepadagi ham to'g'ri. Xo'p, foyda solig'i titul qismiga o'tamiz. Titul qismiga to'g'ridan-to'g'ri qismda joylashtirilgan, hammasi joyida. Demak, 2287 ming so'mni to'lab bersak bo'ladi. Demak, hammasi joyida. Bizning adresimizdagi tranzit shtatlarimizdagi ma'lumotlar bilan foyda solig'ida hozir birinchi chorak uchun to'ldirgan ma'lumotlarimiz bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri mos kelyapti. Demak, endi biz to'ldirsak bo'ladi. Mana foyda solig'i hisobotini biz mana bu yerdagi yangi noviy vkladkani ochish Ctrl T bo'ladi. Hozir o'shani bosib yubordim. Endi o'sha yangi ochilgan noviy vkladkani yopish Ctrl W bilan yopiladi. Xo'p, Ctrl R ni bosaman. Bizni qayta перезагрузка beryapti va foyda solig'i hisobotimizda endi ustiga bosganimizda mana biz foyda solig'ini topshirganimiz haqida ma'lumotnoma chiqib keldi. Endi buni adres bazasiga qanday kiritaman deydigan bo'lsak, dokumenti degan bo'limga kiraman, ручной проводкаga kiraman va bu yerga endi 31.03.2026 deb yozib, birinchi mana bu yerga yozib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, birinchi chorak uchun foyda solig'i hisoboti. Foyda solig'i hisoblandi deylik. Hisoblandi. Birinchi chorak uchun foyda solig'i hisoblandi. Endi bu yerda debet taraf qaysi, kredit taraf qaysi deyapti. O'zi foyda solig'i hisoblansa qanday buxgalteriyada provodka sodir bo'ladi? 9810 счетimiz debetlanadi va xo'p 6410 счетimiz kreditlanadi. Foyda solig'ini kodi bu yerda 32. Men 32 foyda solig'i yozib qo'yganman. Nima uchun birdaniga 32 yozsam chiqdi? Men mana bu yerga ma'lumotlariga shu barcha solig'larning kodlari bo'yicha hammasini yozib qo'yganman. Shuning uchun ham 32 yozganimda chiqdi. Masalan, 186 yozsam, jismoniy shaxslar ma'lumotga ijara berishdan 46 yozsam, daromad solig'i chiqadi. Men 32 yozdim va 32 foyda solig'i kelib chiqdi. Endi bu yerda qancha chiqdi? 2286 784 50. O'shani bitta kopiratsiya bu yerga qo'yib olishim kerak bo'ladi. Xo'p, kopiratsiya bo'lmayotgan o'rtadagi nuqtalar hal qilib beryapti. 2286 784 52. Demak, 2286 784 52. Xo'p, hammasi to'g'ri bo'ldi. Ma'lumotlarimiz joyida. Endi men ok tugmasini bossam, mana bizda birinchi chorak uchun foyda solig'i hisoblandi deb o'ylayapsiz ekan. Ma'lumotlarimiz mana bu yerga kelib o'tiryapti. Mana 2286 784 57.
Hop, birdaniga mana shuni men bitta kopirovat qilib olay ekan. Buni pastdagi kommentariy degan bo'limiga ham yozib qo'yay. Menga kerak bo'ladi. Chunki bu keyinchalik hop, hammasini qilib ko'rsatib bo'lgandan keyin adres bazamni yopib turaman. Chunki adres bazamda bo'ldi. Ma'lumotlarim hisoblandi. Mana 31.03gacha bo'lgan 2286 va 9813 shotimizga kelib o'tirdi. Demak, endi mana bu 2286 nima uchun debet tomonga kelib o'tirdi deydigan bo'lsak, soliq xarajati ham bu majburiyat hisoblanadi. Xo'p, endi xarajat nima edi? Xarajat aktivda, aktivning ko'payishi debet tomonda bo'ladi. Shuning uchun ham 9810dagi shotimizda majburiyatimiz, qarzimiz ko'payib qoldi. Shu bilan birga hisoblanganligi uchun debet tomoniga olib kelib yozdik mana bu yerga. Daromad passiv, passivning ko'payishi kreditda, xarajat aktiv, aktivning ko'payishi debet tomonda bo'lyapti bu yerda. Mana shu holatda bo'ldi va adresimizni yopib oldik. Endi mana shu foyda solig'iga endi hisobot jo'natganimizdan keyin bitta поручение, ya'ni to'lov topshiriqnomasi berib qo'yishimiz kerak. Uning uchun mana 3 soliq saytiga kirib olamiz. Korxona kabinetiga kirgandan keyin soliq to'lovlarini to'lash, yangi to'lov topshiriqnomasi va bu yerdan 32 foyda solig'ini tanlaymiz. Hisobotga asosan mana bu yerga yozib qo'yilgan mana. Endi 32 26 03 bo'ladi. Nima uchun? Chunki 26 2026-yil 03-chi bu mart oyi uchun to'layapmiz. Endi bu yerga summani kiriting deyapti. Mana bu yerdagi summani yozib qo'ysak ham bo'ladi. 2.287 ming so'm shunday. 2.287 ming so'm mana bu yerga yozsam bo'ladi. Ming so'm ziyod bo'lyapti tiyinlarda. 2.287 ming so'm. Mana shu holatda bo'lyapti bizaniki mana 2.287 ming so'm. Demak, foyda solig'ini to'lash uchun biz поручение berib qo'yapmiz. To'lov topshiriqnomasi. Demak, bu ham yuborishga o'tdi. Bundan oldingisi ham videoni boshida yuborishga o'tkazib qo'ygandik mana. Yuborish jarayonida bank tomonidan to'langan to'lov topshiriqnomasi bo'ldi mana bu. Demak, mana bundan oldingilari to'lanmabdi. Boya yuborgan 28 millionimiz ham to'lanibdi. Mana bu yerdagisi ham hozir foyda solig'iga yuborgan 2.287 ming ham to'lov topshiriqnomasiga yuborish jarayoniga o'tib qolgan. Demak, mana shu holatda ma'lumotlarni birin-ketinlik bilan foyda solig'iga kiritib, kvartalniy foyda solig'i hisobotlarini yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, yillik foyda solig'i hisobotlarini ham o'sha vaqt kelgan sari o'sha videolarni qo'yib boraman. Hozircha men shularni bilgan kifoya. Xo'p, mana bu ma'lumot ko'pchilikka savol tug'ilishi mumkin. Xarajatlarni qo'shtirnoqchidagi buxgalterlar oshirib ko'rsatmoqchi bo'ladi, qarang. Oshirib ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, masalan, foyda solig'i hisobotini kvartalniy hisobotga topshirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga 8.800 ming so'm o'zi aslida hisoblangan shartda realda, lekin ko'pchilik 10-15 million yozib qo'ymoqchi bo'ladi. Mana bu yerda 10-15 million yozib qo'ysam, bu ma'lumotlarni qayerdan oladi desak, bunga 8.800 ming hozir 8.800 ming so'm yozganmiz. Bu ma'lumotlarni daromad soliq hisob-kitobidan oladi. Qilgan xarajatlaringizni fakturalaringizdan oladi. Hozircha men biladiganlari bu statistika hisobotlaridan olish mumkin ma'lumotlarni sizniki bilan taqqoslash uchun. Mana shu foyda solig'iga, zararlarga topshiradigan hisobotingiz bilan statistika hisobotlarini, qo'shimcha qiyma solig'i, fakturalarni, ko'plab boshqa bojxonadan ma'lumotlar tortib kelishi mumkin va ko'plab boshqa joylardan ma'lumotlar tortib keladigan siz bu yerga taqdim etgan hisobotlaringizga asosan bir-birini sinxron ravishda tahlil qilish mumkin. Faqat men biladigan bitta narsa, salbiy kurs farqidan zararlarni oshirib yozdirish mumkin. O'sha oshirib yozgan holatlaringizda sal o'sha payti mana bu valyuta kurs farqidan zarar, valyuta kurs farqidan foyda bu korxonaning o'zi hisoblab chiqargan ma'lumotlar, uni qayerdandir taqqoslab turib olish imkoniyati sal kamroq. Shuning uchun ham mana shu kabi ma'lumotlarga ehtiyot bo'lish kerak. Buni xato qilib yozish ham juda katta qo'pol xato hisoblanadi. Mana shu ma'lumotlarga ehtiyot bo'lish kerak. Bojxona xarajatlarini, bojxonadan olish mumkin. Qo'shimcha hisoblangan jarayonni ham daromad soliq hisobotlaridan, buxgalteriya xarajat bundan ham fakturadan oladi. Bank xizmat xarajatlari, demak, hozircha men bank vipskalarini soliq qo'mitasi tortyaptimi yo'qmi, narsani xabarim yo'q. Menimcha tortmayapti katta ehtimol bilan. Men chunki hali o'zim ham ko'rganim yo'q. Bank vipskadan tortib turib mana shu summalarni saqlab yozgansan deganini hozircha ko'rganim yo'q. Mana shunaqangi adresni yuritib soliq hisobotlaringizni to'g'ridan to'g'ri topshirsangiz bo'ladi. Hozircha video shu bilan tugadi.